28 yanvardan O'zbekistonda kuzatiladigan ob-havo prognozi. Unga ko'ra, Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Vaqti bilan yog'ingarchilik, yomg'ir qorga aylanadi, tuman tushishi mumkin. Shamol g'arbdan 5-10 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi va kunduzi 2-4 daraja iliq bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Yo'llarda ba'zi joylarda yaxmalak kuzatiladi. Shamol shimoli-sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 10-15 daraja sovuq, Ustyurtda 20-23 daraja sovuqqacha, kunduzi 3-8 daraja sovuq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda yog'ingarchilik, yomg'ir, qor bo'ladi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Yo'llarda ba'zi joylarda yaxmalak kuzatiladi. Shamol g'arbdan 9-14 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi va kunduzi 3 daraja sovuq, -2 daraja iliq. Cho'l hududlarida kechasi va kunduzi 3-8 daraja sovuq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax, Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda yog'ingarchilik, yomg'ir qorga aylanadi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Yo'llarda ba'zi joylarda yaxmalak kuzatiladi. Shamol g'arbdan 9-14 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi va kunduzi 0-5 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda yog'ingarchilik, yomg'ir qorga aylanadi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Yo'llarda ba'zi joylarda yaxmalak kuzatiladi. Shamol g'arbdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 13-18 metr/sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi va kunduzi 7 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda yog'ingarchilik, yomg'ir qorga aylanadi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Yo'llarda ba'zi joylarda yaxmalak kuzatiladi. Shamol g'arbdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 13-18 metr/sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 3 daraja sovuq, -2 daraja iliq, kunduzi 0-5 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Vaqti bilan qor yog'adi, tuman tushishi mumkin. Yo'llarda ba'zi joylarda yaxmalak kuzatiladi, qor ko'chish xavfi bor. Shamol g'arbdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 13-18 metr/sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi va kunduzi 0-5 daraja sovuq bo'ladi.